Hozirgina Abduqodir Husanovni Manchester City rahbariyati ijaraga boshqa qaysidir klubga berib yuborishini o'qib, juda ham qattiq xafa bo'ldim, juda ham qattiq g'azablandim. Kayfiyat bilan, so'zlar bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada tushib ketdi. Endi aslida men futbolga qiziqadigan bir qanaqadir fanat emasman-u, lekin dunyodagi eng kuchli futbol jamoasini tarkibida o'ynash baxtiga muvaffaq bo'lgan mana shu yigit bir nechta vijdonsiz, yushsiz, laganbardor, bezbet, maraz parazitlarni deb bir nechta 200lamachi sharlatan blogerlar deb mana shu yosh yigitni faoliyati kundan kunga tanazzulga qarab ketyapti. Juda ham achinarli holat. Bu parazitlar o'sha o'zini shaxsiy manfaati uchun, iflos faoliyati orqali ko'proq mablag' topish uchun, yana ham mashhur bo'lish uchun, yana ham followerlar ko'paytirish uchun, faqatgina o'zini shaxsiy manfaati uchun mana shu yosh kelajagi juda ham bir yaxshi bo'lish ehtimoli katta bo'lgan mana shu yigitni karyerasi barbod bo'lishiga juda katta hissa qo'shishdi. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Albatta Alloh biladi. Lekin agar Abduqodir Husanov mana shu boshqa jamoaga o'tish jarayonida qanaqadir ruhiy bir tushkunlikka tushsa, men o'ylaymanki, bu yigitning kelajagi ko'pchilik o'ylagandek, ko'pchilik taxmin qilgandek juda ham bir muvaffaqiyatli bo'lishi ehtimoli juda ham kam.